xohlasangiz siz Turkmeniston tarafi obishni ID kartanız bilan gelasizdan aşana ötüp qarindoshingız bilan azondan kechgacha produktlar qilib yoki bo'lmasa kafe restoran bo'ladigan bo'lsa bemalol shu yerda suhbatlashib didorlarini do'yishingiz mumkin. Bo'lmasa Turkmanistondan sizning qarindoshingiz keladigan bo'lsa aynan mana shu bozor territoriyasida hech qanaqa viza yoki bo'lmasa zagram pasport talab qilinmaydi, hech qanday hech joyga pul to'lash ham shart emas. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli vatandoshlar, sizlar bilan bugungi yangi videorolikimizda ko'rishib turganligimizdan xursandmiz. Demek do'stlar, bugun yana Shovot tumaniga tashrif buyurdik. O'zbekiston Turkmaniston chegaradagi yangi jahon bozoriga tashrif buyurdik. Albatta kechagi videoroligimiz qisqaroq bo'ldi va ko'pchilikda har xil savollar bo'ldi. Magazinlarni qanday olsak bo'ladi degan savollar bo'ldi. Shularni xudo xohlasa qo'llangancha bugun sizlarga podrobniyroq informatsiya berish maqsadida yetib keldik. Endi xudo xohlasa bize blogerimiz hech qanday bize magazin berish yoki bo'lmasa kafe ochish bu narsalardan yiroqdamiz. Biz faqatgina shu yerga kelib turib yangiliklarni sizlarga ko'rsatib beramiz. Esa bizdan uzoqlashmanglar, bugungi videoroligimizni tomosha qilishingiz mumkin. Bugun yana tayyorgarlik avjida ko'rib turganlaringizdan pavilyonlar ochilib 100% shu sotuv va tayyorgarlik bo'lib turibdi. Bu yerda endi kechagi videoroligimizdan keyin juda ham ko'p savollar bo'ldi. Shu savollarga qo'llangancha javob berishga harakat qilamiz. Demak, eng ko'p berilgan savollar ya'ni shu Turkmanistondagi qarindoshi bor odamlarga qiziq bo'ldi. Keyingi savollar bu yerdan magazin olish masalasi bo'ldi. Shularga bir qator qiziqtirgan savollarga javob berib o'tib ketaman. Birinchisi shu magazin masalasi. Hozircha bu yerda hech qanaqa magazin, eng asosiysi bu yerda hech qanaqa magazin sotilmaydi. Shu narsani bilinglar. Bu yerda faqatgina arendaga olib ishlatishingiz mumkin. Arendaga olishdan данный momentda hech qanday iloji yo'q, chunki barcha magazinlar уже to'lgan. Undan tashqari hozir bir oy tekinan berilgan sinov tariqasida va keyingi oydan bir oydan keyin demak kim ochdi savdosini, ya'ni auksion savdosini chiqadi. Açıklarınız bo'yicha shu yerdagi ishchi xizmatchilardan bilib oldik. Kim ochdi savdosida YouTube olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, undan tashqari bu yerga bozorga kelgandan keyin Turkmanistonga o'tib, ya'ni o'z qarindoshlaringizni, kimnidir singlisi bo'lishi mumkin, kimnidir xolasi, doyisi, qarindoshlari. Qarindoshlar masalasida ham uzr kesil demak javob beramiz. Shu yerdagi ma'muriyatni, insonlarni, shu yerdagi ishchi xizmatchilardan demak savollarimizga javob berdi. Kattagan rahmat deymiz. Endi bu yerda Turkmanistondan qarindoshingizni chaqirib turib, xohlasangiz siz Turkmanistonni yoki bo'lmasa Turkmanistonlik qarindoshingiz O'zbekiston tarafiga o'tishi mumkin. Agar siz Turkmaniston tarafiga o'tacak bo'lsangiz, oddiy o'zlaringizni ID kartangiz bilan kelasiz va bozor tarafiga o'tasiz. Bemalol shu yerda o'zingizni qarindoshingiz bilan kafesi, restorani bo'ladigan bo'lsa, bemalol gaplashib didorlarni do'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa Turkmanistondan sizning qarindoshingiz keladigan bo'lsa, aynan mana shu bozor territoriyasida hech qanaqa viza yoki bo'lmasa zagram pasport talab qilinmaydi, hech qanday hech joyga pul to'lash ham shart emas. Demak, hozircha bu bozorimiz 17-chissada ochilish marosimi bo'lib o'tib ketgandan keyin 12 soat ish jarayoni bo'lishi kutilmoqda. Balkim kruglosutchniy bo'lishi ham mumkin. Bu yerda albatta kelganingizdan keyin agar siz Buxorodan, Samarqanddan, uzoq joylardan tashrif buyuradigan bo'lsangiz, aynan mana shu bozorimizni ichida mehmonxonalar ham bor, albatta kafelar ham bor. Xohlasangiz Turkmanistondan qarindoshingizni chaqirib turib, doğulan gullarni aynan shu yerdagi kafe, restoranlarda o'tirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Uzoqdan kelganingizdan keyin albatta shu yerdagi gostinitsalarda qolib, damingizni olib, yana o'zingizni uyingizga ketishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hamma savollarga javob berishga harakat qildik. Magazin masalasi uzr kesil, demak, agar kim xarid qilmoqchi bo'lsa, ya'ni magazin ishlatacak bo'lsa, shu yerga kelasizlar. Lekin hech qanaqa telefon raqam qo'ya olmaymiz. Aynan shu yerga kelganingizdan keyin ma'muriyat bilan gaplashib, auksiondan YouTube olib shu yerda ishlashingiz yoki bo'lmasa faoliyat olib borishingiz mumkin bo'ladi. Bizani kuzatishda davom qilinglar. Hozir sizlarga yana ham chiroyli joylarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, ko'rib turganlaringizdek 17-noyabr kuni bozorimiz ochiladi va bu kuni albatta ko'chada odam girish mumkin emas. 17-chislo kuni bu yerga kelmanglar, lutshi. Ko'rib turganingizdek sahnalar qurilib turibdi, qizg'in tayyorgarlik bo'lib turibdi. 17-chislo kuni ya ikkita tomonni vazirlari, tashqi ishlar vazirlari yoki bo'lmasa ikkita davlat rahbari demak ofitsialniy shu yerni bozorimizni ochib beradi va 18-chislodan bemalol kelib shu yerda o'z xaridlaringizni yoki bo'lmasa bir aylanib hamma joyini ko'rib tekshirib ketsangizlar bo'ladi, xudo xohlasa. Lekin yana bir marta aytib o'tib ketaman, 17-chislo kuni endi bizlar ham girolmasak kerak, chunki bu yerda уже
kattalar bo'ladi, yopiq konsert bo'ladi. Ikkita tomondan ikki davlat rahbarlari kelishi mumkin. Shuning uchun buguni bu yer yopiq bo'ladi. Shuning uchun buguni ikkita davlat rahbarlari kelish ehtimoli bor. Shuning uchun ham bizning girishimiz ham endi pod вопрос. Menimcha biz ham buguni gira olmasak kerak. Shunday gap so'zlar hozircha. Lekin bu yerda yuqorida aytib o'tib ketganimdek, umuman bu yerda magazinlar hozircha sotiladi degan gap ham yo'q. Endi arenda, ya'ni kimoshtaga chiqadigan, auksionga chiqadigan summalar ham taxminiy summalar, undan boshqacha bo'lishi ham mumkin. Bu endi shu yerdagi ishchilardan, do'konchilardan olingan o'rtacha gap so'zlar bular. Lekin vaqt o'tib, bir oydan keyin, 2 oydan keyin vazirlikdan haqiqiy ma'lumotlar kelgandan keyin sal boshqacharoq bo'lishi ham mumkin. Shunday gaplar bizlarni ko'rib, kuzatishda davom qilinglar. Xudo xohlasa, aynan mana shu bozordan ko'plab videoroliklarni sizlarga e'tiborlaringizga taqdim qilamiz. Endi hozir zamon rivojlandi. Agar siz uzoqdan kelsangiz, yana sizda elektromobil bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu O'zbekiston tarafida elektromobillarni quvvatlash uskunalari ham mavjud. Keyin mashinalaringizni mana shu katta parkovkaga joylashtirib, yana bu joydan bozorimizning ichine yo'l olishlaringiz mumkin bo'ladi. Kirish va chiqish. Xullas kalom shunday gaplar sizlarga yaxshilab ko'rsatmabman. Shu yerga borganda syomkani qilmabmiz. Обычный shu pasportni kontrolchi chegaradan chiqib o'tadigan bo'lsangiz, faqatgina ID kartangiz bilan bemalol o'tib ketib, Turkmaniston tarafning bozorlarini o'ynalib, undan keyin O'zbekistonga o'tib, aslan shu yerdan mashinangizga o'tirib, bemalol uyingizga ketaverasizlar. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xudo xohlasa, vizual rejim. Faqatgina shu bozor territoriyasidan chiqmaysiz. Bozor territoriyasida barcha qarindoshlaringiz bilan ko'rishib olsangiz bo'ladi.